Men Rustam Bakirov Samarqand viloyatidan bugun baxshilik yo'nalishi bo'yicha 23-30 yosh toifasida Samarqand viloyatida faxrli birinchi o'rinni olib, mana shu respublika bosqichiga keldim. Yoshim 26 da. Oilamizda 5 kishi, ukam, opam, dadam, ayam. Biz san'at sohasiga to'g'risi ko'p yil bo'lmadi hali kirib kelganimga. 4 yildan beri mana shu baxshilikni tanlab, baxshilikka kirib keldim. Bizni bu san'atga kirib kelishimiz juda qiziq tuyuladi. Men o'zim Mudofaa vazirligida xizmat qilaman, harbiyman. Xizmatda yurgan paytimda yurtboshimiz tashrifida harbiylar ham milliylikni o'rgansin degan, ot minish, chanqovuz chalish, do'mbira chalish, balki baxsh aytishni ham o'rgansin degan gaplarni ta'kidlab o'tgan. Yurtboshimiz harbiylar ham baxshilik o'rgansin degan gapidan keyin buni o'sha ijrosini ta'minlash maqsadida hokimlarimiz biz harbiylar o'rtasida ham hozirgi kunda nima o'tkazmoqda? Festival, konkurslar o'tkazmoqda. Keyin o'sha 1 yil o'tgandan keyin buni mevasini ko'rish uchun biz bilan harbiylar bilan uchrashib, qani harbiylardan baxsh eshitib ko'ray deb biz bilan ko'rishdi. Qiziqadiganlar chiqsin degan payt hech kim chiqmagan. O'shanda o'zim eshitib yurganim uchun o'zim chiqib, shunda yurtboshimizga baxsh aytib berdik. Men u yerda yurtboshimizga ijro qilib berdim. 2 soat mobaynida stolovayda o'tirib, biz bilan ham choy ichib, ham baxshi jonli muloqot, ham baxshichilik termalarimizdan kuylab berdik. Ijromizga endi yaxshi baho berdi. Bu men buni kutmagandim harbiylardan deb, o'sha harbiylardan aytgan gapdan keyin eshitib ko'rganim uchun juda xursand bo'ldi. Yana buni takomillashtirib, hozirgi kunda harbiy baxshilar soni ko'paymoqda. Qiziqishga undagan narsa o'sha yurtboshimizni gapidan keyin harbiylar ham milliylikni o'rgansin degani uchun bizga motivatsiya bo'lib, shu ustozlarni qo'yib, harbiy qismlarga o'rganib kelmoqdamiz. O'tgan yil harbiy formada chiqqandim. Harbiy baxshlar o'rtasida ham konkurslar, festivallar o'tkazib kelinmoqda. Men 2023-yil, 24-yil birinchi o'rinni qo'lga kiritdim harbiy baxshlar konkursida. Keyin 2024-yil, 2025-yil mana yoshlar ovozida viloyat bosqichida o'rin olib, respublika bosqichiga qatnashish nasib etdi, mana qatnashyapmiz. Birinchi Samarqand shaharida birinchi o'rinni oldim. Keyin viloyatga yo'llanma oldim. Bellashgan baxshilarimiz juda kuchli baxshilar edi. Raqobat juda kuchli bo'ldi. Raqobat endi o'zim to'g'risi birinchi o'rinni olaman deb o'ylamagandim. Hamma yo'nalishdan, Xorazm yo'nalishdan, o'zimizda yo'nalishdan hamma nimadan baxshilar bor edi. Viloyatda ham shu qo'ldan kelgancha mana shu birinchi o'rinni olib, viloyat bosqichida mana shu respublika bosqichiga kelish nasib qildi. Bizni vaqtimiz ko'proq harbiy xizmatda o'tadi. Biz harbiy xizmatda harbiy xizmatchilar bilan birgalikda bitta davrada o'tirib, baxshi aytib, hamma tadbirlarimiz baxshichilik bilan o'tmoqda hozirgi kunda. Jamoadoshlarimiz ham qiziqisi juda yaxshi. Oldin masalan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand viloyatlaridan boshqa viloyatdagilar baxshilikka ko'p tushunmasdi, qiziqmasdi. Xorazm, Qoraqalpoq yo'nalishlari o'zining yo'nalishida bor, ular qiziqadi. Masalan, Vodiy tomonlar qiziqmasdi. Vodiy tomondan harbiy xizmatchilar borardi. Bizni baxsh aytganimiz birinchi ko'rish bo'lgan harbiy xizmatchilar ham bo'lganda, biz televizorda ko'rganmiz yoki eshitganmiz, mana endi jonli ko'ryapmiz deb qiziqib, tinglab eshitganlari ko'p bo'lgan. Men harbiy xizmatim 1 yil bo'lgan. Shundan keyin hozirgi kunda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatda qolib, hozirgi kungacha o'sha Mudofaa vazirligida ishlab kelmoqdaman, artilleriya qo'shinlarida. O'zimizni uydagilarimizdan baxshilikka qiziqardi. To'g'ri, yoshlikdan to'ylarimizga baxsh chaqirardik. Birinchi men xizmatga borib baxshilik o'rganganman, uydagilarimiz ham hayron qolishgan. Uydagilarimiz qarshi chiqmagan, uydagilarimiz ham xursand bo'lib, g'olib bo'lsam qo'llab turadi festivallarda, duolar qilib qo'llab turadi doim. Bizga hozir baxshilikka juda katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi kunda xalqaro baxshilik festivallari o'tkazilmoqda. 4-xalqaro festival ham yaqinda o'tkazildi. Xorazmda, undan oldin Sirdaryoda o'tkazildi. Birinchi marotaba birinchi xalqaro baxshilik festivali Surxondaryoda o'tkazilgan. Bu yurtboshimiz baxshilikka shunchalar e'tibor qaratyaptiki, buni o'zimizda respublikada emas, balki xalqaro tanlovlarda ham o'zimizda o'zbekistonlik baxshilar o'zining iqtidorini kashf etmoqda. Endi kelajakda rejalar, o'zimda harbiy yo'nalishim ham baxshilik yo'nalishini o'rganib, xudo xolasa xalq baxshilari, do'stlik orden sohiblari bo'lish niyatimiz bor. Yotib olib uzatdi 4 oyog'ini. Hay terma aytay qolmasinda jayilganlar o'rmoni. Hay aytayanda jayilganlar bugun yana termani. Ey harbiylar baxshi bo'ldi ustozlar.
Hoshimning bizga bergan farmoni.